Hammaga salom, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Bugun 4-iyun. Hayitga ham oz qolyapti. 6-kuni Qurbon hayiti ekan. Rusovskiy vaqt bilan soatimiz 8:20:00. Ish vaqti tugadi. Bugun Gulkaram eshdik. Shuncha joyga onasini Gulkaram. Yata olg'a azab bo'lmoqda. Tabiat manzaralari, tomon tashlandiq yerlar. Gulkaram 4-iyunda ekildi. Qachon pishadi endi bilmaymiz. Shunaqa gaplar. Oy, kabachokqami? Pekinchi odamni oldida kabachokka dori sachyapti. Balagan. Oldin yotganda shu yerda tarvuz ekilgan. Shu yerda tarvuz qo'rib yotishgan ekan. Mana onayning materiallarni ochib chiqyapmiz. Mana qilib rulon qilib o'rayapmiz. Simini simga, dugasini dugaga. Bular esa baqlajon. Ichida gullab qo'yganlari ham bor. Mashinaga sig'maganlar ketyapti, traktorga osib olib. Men traktorga ham sig'madim. Peshkom bosyapman gazini. Shuncha material ochib chiqish kerak onasini endi. Naryoqda ham bor, qolib yotibdi. Baqlajon ham gullab qo'ygan mana. Mana bu joyda qo'shimcha shoxchalar bo'lar ekan. O'shalar sindirib chiqdik. Ichidagi o'tlarini o'tab, endi bir traktor kultivatsiya yuraversam o'tlariga nima chekalarini chop chiqamiz vaqt bo'lganda. Shu bilan qarabsizki, baqlajon ham tayyorda. Kabachok uji sotilishni boshladi. Bugun 160 kilo sotildi. Nech puldan kilosi? Bunisi menga qorong'u. Shu baqlajonlarni ko'ramiz. Mana o'n tagida ham baqlajon bor, onasini emsin. Kuzatishda davom etinglar. Like va podpiska bosib qo'yinglar. Mana shunaqa sim. Dugasin plasmassa egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi desam aldagan bo'laman. Ba'zida sinmay qolar ekan, lekin ancha elastik. Hop, havo ochiq. Bu tomonni qora bulut, g'arb tomonda qora bulut yo'q. G'arb emas ekan, bu shimol, adashmasam g'arb bu tomon. Traktorga dori sochyapti. Traktorga deyman, traktorda dori sochyapti. Endi Pekinchi odamga dori sochilyapti. Qurtiga qarshi. U o'rtada Gulkaram ekan. Mana baqlajonlarning ko'rinishi. Mana baqlajonlarda mana bunaqa qo'shimcha qani. Mana bu baqlajon bo'lsa, bu asosiy nimasi shoqi tanasi. O'sha bunaqalarini sindirib chiqdik. Bu yerda mevalarga yaxshi beti bosin degan maqsadda shunaqa sindirib chiqildi. Mana betga mana mana qo'shimcha shoq. Mana tarafdan chiqqan qo'shimcha shoq. Shunaqalar sindirib chiqdik to'g'rirog'i. Bu tepa tomon bo'lgan. Bu tomoniga vaqt yetmadi. Shunaqa qilib ichidagi o'tlarini yulib, baqlajonni qo'shimcha shoxchalarini mo'tab chiqdik. Mana bitta
baqlajonni top degan o'yinda o'ynasa bo'laveradi. Baqlajon qani, o't qani deb o't yomon bosibdi. Bu esa gulkaram. Bir oylarda pishib qolsa kerak menimcha. Mana bu ham gulkaram. Ya'ni svetnoy deydi ekan. Bu yerda taqdir mana kultivatsiya qilib ketgan. Bu ham shunaqangi o't bosgan edi. Ichidagi chekalarni biz chopib chiqdik qo'l mehnat qilib, qo'ygan traktorda mehnatida chopildi. Ya'ni kultivatsiya bo'ldi. Shunaqa gaplar. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Podpiska bo'lmayotganlar podpiska bo'lib qo'yasizlar. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.